Mana bu yerda bitta Lacetti'da Gentra mashinamiz olib qolganmiz. Bunga o'sha aytgan xatomizni qilgan, bitta ustoz kim qilgan bilmadim. Bu yerda boltka aka bo'lishi kerak. Boltka ekan joyiga zajimcha tortib qo'ygan. Bunaqa zajimcha tortilmaydi ventilyatorga. Keyin kabelni ham prema ulagan mana bu yerdan. Prema ulagan. Keyin kabelni bu yerdan o'tkazgan. Bu yerdan o'tkazilmaydi kabel. Bu qizigan payti bu kabel kuyadi. Kuyib keyin zamekani berish mumkin. Buni boshqacha ulash kerak, steker bilan ulash kerak. Shu xatoni qilmanglar. Shunaqa qilib ulattirmanglar. Sizlarga eslatma bo'lsin. Mana olib qo'ygan Gentra mashinamizni ham ishlarini chiroyli qilib bitirib oldik. Mana bu ventilyatorlarni ham stekerlik qildik, ularni ham kirishkalarni almashtirib, radiatorni zo'r qilib taqlab, polni sistemani ham yuvib, antifrizini chiroyli qilib, jam antifriz quyib berdik. Kimga shunday chiroyli, sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Avtoservis 505 ga murojaat qilasizlar. Mashina bozor oldida, Buxoro mashina bozori.